Assalomu alaykum, hurmatli pasbis. Obyektimiz 3 yildan ziyod bo'ldi bitirib berganimizga, 4-yil. Boshqa xonalarni remont qilishga chaqirdilar. Bir xil turibdi remontlari. 4 yil hech qayerda o'zgarish yo'q deyaptilar. Bironta defekt, aboy ochilgan, unaqa bo'lgani yo'q. To'rt yil oldingi remontlarmi? O'sha paytlar TV zona unaqa gachda bo'lardi. TV zonalar ham jemchuk bo'lgan. Ramkasi alohida jemchuk. Ganchlarimiz hammasi jemchukda. Chiqarganmiz, lyustrasini qo'ygan emaslar faqat.